Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugun biz Qashqadaryo viloyatining tog' yon bag'rlarida yuribmiz. Yakkabog' tumanida. Marhumim Bulam bilan. Bula sog'ligingiz yaxshimi? Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Bu qanday ovqat pishiryapsiz endi bizga xudo xolisa? Qo'y go'shtigami demak? Qo'y go'shtiga. Qo'zi go'shtida. Nomi nima edi bu ovqat? Ajabsan. Ajabsan. Cho'g'la. Hozir sizlarga manzarani bitta ko'rsatib yuboray. Qanday joyga turganimizda. Shunday dahshat joy. Ko'rib turibsizlar tabiiy manzara. Araqlar. Bittagina like bosib qo'yasizlar. Kim obuna bo'lmagan bo'lsa, obuna bo'lish ham yoddan chiqmasin. Shunday yaxshi videolar qo'yishda davom etamiz. Qashqadaryoliklar bitta like bosish yoddan chiqmasin. Bu joyda biladiganlar ham bitta like bosib yuboradi. Manzaraga necha bor. Mana shu tomonda so'y salqinda o'tirib qolamiz.